Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 8-oyning 7-kuni yakshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. 7-oyda Amerikada xizmat topgan kishilarning soni 943 ming nafar bo'lib, bu Amerikadagi ishsizlik nisbatini oldingi oydagi 5.6%dan 5.4%ga tushagan. Ya'ni bu Amerika iqtisodining yaxshilanish qarab mang'anligining, ya'ni shu xil yaxshilanishniki mustahkamlanayotganligining ham ifodasi. Buning masalda Amerikaning milliy dramati ham ishmamoqda. Vaholanki Delta COVID-19 deb atalgan bu vapaning yana bir nusxasi Delta variantining, ya'ni odamlarga zarb berish, ajallik zarba berish nisbati yuqori bo'lgan bu Delta variantiningki tarqalishi kishilarga xuddi ochiq havoda tuman kelgandek, ya'ni bulut tutilgandek shunday bir sezguni ham bermoqda. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar Amerikaningki nüfusining ichida 51% hozirga qadar shu vaksina bilan emlanib bo'ldi. Hamda Delta variantining yamirishiga ergishib. Chunki vaksina urgan odamlarning ichida Delta varianti bilan yuqumlanganlarning nisbati asosan yo'q deyarlik ekan. Demak, vaksina nihoyatda effektiv deb qo'yamiz, unumli bo'ldi degan gap. Shunga kishilarda hozir yaqindan buyon, bir necha kundan buyon vaksina urishini, vaksina urmaymiz degan odamlarning kallasida o'zgarish bo'lib, vaksina urganlarning soni ortib magan gap. Hozir qadar 166 million odam, taxminan 51% nufusi Amerikaningki vaksina bilan to'liq emlanib bo'lgan gap. Ammo ba'zi kishilar birinchi vaksinaning birinchisini urib, ikkinchisini urmaganlar yoki vaz kechganlar ekan, ammo bularni to'liq urishga qarab mengib o'tibdi. Ammo dunyoninki boshqa yerlarda ahvol har xil. Ya'ni ba'zi rayonlarda iqtisodiy asosi ojiz, fan texnikasi nachar jamiyatlarda, ya'ni bu xil vaboni tizginlashda chet eldagi kuchli davlatlarning yordamiga tayanib qolgan davlatlarda ahvol betar. Endi men Muşu mening kanalimda bana tushgan savollardan biri ikki savol haqida to'xtalib o'tay. Bir qarindoshimiz debdiki, Binance'ni Angliyada, Gollandiyada bir necha yerlarda cheklaydi ekan, shu gap rostmi? Yoki biz shu shifrli pul bilan muomala qilsak, elib sotishga ish qilsak, qaysi platform, qaysi munbar biz uchun yaxshi degan bir savollarni qo'yibdi. Binance to'g'risida uningki CEO'sining, ya'ni bu Binance degan bu shirkatning quruvchining ismining Zhao Changping ekanligini, ayni vaqtda Xitoydan kelib, kichik-kichikda Kanadada o'qib, undan 2015-yilda Shanxayga borib shirkat qurib, 2013-yili bu shirkatini, Binance shirkatini Xitoyda qurib, keyin Xitoyda boshqarishning biroz kuchib ketishini andish qilib 2017-yilda Yaponga o'tkazganligini bosh o'rinni. Yapondami buningki bu shirkatga nisbatan kuzatishning yuqori bo'lganligi yoki nihoyat zich bo'lganligi tufaylidan u yerdan boshqa yerga o'tkazilganligi haqida bir uchur berganda qilgan. Ya'ni 2017-yili bu kishi Zhao Changping degan bu kishi Cayman oroli deydigan bir orol va shu yerda bu shirkatni tizimga oldiribdi. Ammo buningki toza bosh o'rnining nima ekanligini toza aniq emas. Ammo Binance deydigan bu shirkatningki, ya'ni shifrliq pul ilib setish, Bitcoin'ni ilib setish, Dogecoin'ni ilib setish deb qo'yamiz. Mana bu shunday shifrliq pullarni ilib setishda foydalangan bu munbarningki qilmishlariga, iqtisodiy faoliyatlariga qarta ba'zi davlatlarda tekshirish shubha ko'rilganligi uchun, masalan, Amerikaningki Adliya ministrligi yoki Adolat ministrligi, Amerikaningki boj idorasi, markaziy boj idorasi Internal Revenue Service deydi. Bular Binance'ningki harakatlarini tekshiramiz degan gap chiqqandan keyin, ya'ni bular pul juydi, ya'ni pul juydi degan gap kishilarning qonunsiz holda topgan pulni qonunli shaklda yo'tkishga yo'l qo'ydi, ya'ni shu qonunli shakl shu yo'l qo'ygan doirada shu munbardan foydalanib yo'tkishga yo'l qo'ydi. Bu jarayonda boj o'g'riladi deganga o'xshash shunaqa gumonlar bilan tekshiramiz degan shunaqa gap bo'ldi. Angliyada ham buningga nisbatan Binance bu shirkatiningki shu munbardagi ilib iqtisodiy faoliyatlarning ilib berilishiga nisbatan bularni chek qo'ydi. Mana bu shunday bir gaplar
bulavotadi. Endi Binance'ni butunlay yo'q qilib o'tish balkim hozirgi sharoitda mumkin emas. Endi davlatlar uchun mumkin. Hech qanday ishni qilmaysan desa, bu tamoman mumkin. Ya'ni midirlamaysan, so'zlamaysan deganga o'xshash. Bunda bir odam midirlamasa, so'zlamasa, u haykallab turib qoladi. Shunga o'xshash bu shirkatlarning uni qilmaysan, buni qilmaysan deb chaklimini haddan ziyod qo'yib bersa, ular palachulab oxirida qurib tugaydi. Bunda bo'lishi notayin. Lekin bular bilan hukumatlar, masalan, Angliya hukumati bo'lsin yoki Gollandiya hukumati bo'lsin va yoki Amerika hukumati bo'lsin, ma'lum bir shaklda bir kelishim paydo hosil qilish mumkin. Ya'ni sen bo'layotgan butun iqtisodiy faoliyatlarni bizga xabar qilsa, chunki kishilarningki mablag' selib pul topgan vaqtda ularningki topgan puliga bajaradigan ishlar va ham shu pullarning kim qanchalik oldi, qanchalik pul yo'tkidi yoki qanchalik pul xajladi deganini bilib turishimiz kerak deydigan. Davlatlarning bunday qilishi shaxslarningki yoki ma'lum jamiyatlarningki, tashkilotlarningki o'sha usuldan foydalanib, buning ichida dunyoninki tartibiga tahdid soladigan jinoyat guruhlari, masalan, terrorchilar deymiz, oshqon guruhlar deymiz, irqchilar deymiz, millatchilar deymiz. Mana bundaqlar yoki jinoyat guruhlari, ojizlarni bo'za qilib haq so'qilgan jinoyat shakllari buningdan foydalanib ketib qolsa, dunyoning tartibiga, ya'ni biz shundaq bir hamma odam bir xil taraqqiy qilgan, qonun bilan boshqarilgan, baravar bo'lgan dunyo bo'lsin deb orzu qilamiz. Mana buningga nisbatan bir xil buzg'unchilikni ilib kelish xavf bo'lganligi uchun davlatlar tekshiraymiz deydi. Uningdan sirt yana bu xil to'rdan, bu xil usuldan foydalanib, munbardan foydalanib pul yo'tkash davlatlarningki, hokimiyatlarningki jamiyatlarni idora qilishiga, kishilarni boshqarishiga, kontrol qilishi va kuzatishiga nisbatan aytgan vaqtda bir tahdid. Shuning uchun butunlay yo'q qilib o'tishning o'rniga bularni o'zi degan yerga akilish mumkin. Shunga men mening qarindishimga deydiganim, savol qo'ygan qarindishimizga deydiganim, hozir bu yerda asosliq shu shifrliq pul ilib sotilgan munbarlardan bir nechasi va buning ichida Binance va oldin qatorda turgan Coinbase va Coinbase Amerikaniki. Bu yil 4-oyda bularning pay cheki tarqatildi nimada? Bu New York pay cheki bozorida. Shunga Binance qaraganda Coinbase bilan aloqa qilish, shuningda pul muomala munosabatlarini, ya'ni shifrliq pullarni ilib sotish nisbatan ishonchliroq, nisbatan bexatarroq deb o'ylayman. Balkim bu ikki deminingki munbarda ilib berilgan savdo faoliyatlarininki ravon bo'lishi Coinbase'da Binance qaragan vaqtda yaxshiroq bo'ladi deb qarayman. Hamda Coinbase'ni ko'pchilik biladi. Coinbase 2012-yili qurilgan, ya'ni tunji qitim shifrliq pul 2008-yili barliq kelgan Bitcoin bilan. Ta 2008-yildan 2021-yilgacha o'tgan shu 23 yil, 13 yil vaqtning ichida bu pul muomala, shifrliq pul bozoriga selingan mablag' intayin jiq bo'ldi. Hozirning o'zida, bugunning o'zida 1.18 trillionni ishib ketdi. Yana bunday aytgan vaqtda Italiyadagi bir davlatning 1 yillik milliy daromadini haqlab shu shifrliq pulga selyapti. Shifrliq pul bir yangi hodisa. Bu yangi hodisa bundan keyingi ham yuzlanish. Ammo buning ichida nurg'unlagan necha ming shifrliq pullar bor. Bularning ichida nurg'unlari bozordan chiqib chiqarilishi mumkin. Bir qismlar qab qilish mumkin. Shunga mening tashabbusim, izchil tutgan maydonim az sonda mablag' saqlab qo'yish kerak. Quruq qolmaslik kerak. Ya'ni hech nimani bilmay, garchi bir faylasufning bilmaslikning o'zimi baxt degan so'z bo'lgan bo'lsa-mu, u boshqa ma'noda aytilgan uzun bir vaqtlar ilgari. Ammo dunyodagi yuzlanishni bilish, o'zimizning hayotiga aloqador masalalarni bilish, yangi texnikalarni, siyosiy qarorlarni va iqtisodiy tadbirlarni bilish o'zimizning shaxs sifatidagi hayotimizda to'g'ri tanlash, yaxshi tanlash ilib berishimizga nisbatan buning intayin muhim, zarur qimmati bor. Shunga kishilarningki bu narsalarni bilmay qolmasligi uchun men pat-pat shu deb turaman. Mana tunigundan buyon Dogecoin'ning bahosida 20-30% ko'tarilish bo'ldi, Ethereumning qimmatida o'sish bo'ldi. Demak, bu shifrliq pul bozorida bu pullar shunday o'sib tushib turadi. Ma'lum bir xabar, ma'lum bir gaplar bilan bularning bahosi shappada ko'tarilib, raketadagi etilib havoga, andan keyin Galileyningki
İtalyanın ilki munardan taşıgan taşdak, şardak past tushib ketishi mumkin. Her halda bu shifrlik pul bozorida necha xil xavflar bor. Masalan, davlatlarning siyosiy xavfi, iqtisodiy xavfi, pul bozoridagi xavf, andan keyin qonuniy jihatdan keladigan xavf, mush xavflar bor. Xavflarni mo'ljallash kerak. O'tgan qitimdagi Peter Lynchning gapi bo'yicha aytgan vaqtda kapital bozorida putuq qazishni 100% desak, bu 100%ning 30% xavfni, xim xatarni mo'ljallash deb. Shu bu xil xim xatarni mo'ljallash uchun bularning doirasini va cho'nqurligini bilishimiz kerak. Shuna bu vaqtda ancha-muncha men so'zlab turman. Av qirinishimizga beradigan bir tushuncha. Binance hozirning o'zida o qapqanmaydi. Ammo turayotgan davlatingizda buni cheklasa, uning ishi boshqa. Ammo buni bir qilib qiladi. Hukumatlar buning ishlarini bir qilib qiladi demoqchi. Anın yana bir qirinishimiz so'rabdi, paychiki bozor Amerikada, paychiki bozorida qanday mablag' solamiz deganga o'xshash. Buni siz nurg'un mablag'li shirkatlarga berib, ular bilan ko'rishib, men manchalik miqdorda mablag' solaman, maqsadim qisqa muddatlik, yuqori muddatlik yoki qisqa muddatning ichida jiqroq pul tepishni o'ylayman yoki uzun muddatning ichida jiqroq pul tepishni o'ylayman desangiz, so'mingizga qarab turib, ular siz bilan deyishib berdi. Yoki boshqalar siz uchun mablag' solib berdi, ammo ish qiladi. Ya'ni 0.6% bilan 1.12% atrofida sog'an mablag'ingizningki ashinchiligini bular ish qilib oladi, ular o'ynab berdi. Yoki bo'lmasa, masalan bizningki pensiya pullarimizni shunday shirkatlar qilib berdi. Mesela menekini faydalı tekip berdi. Nurgun adamlarının faydalı şirket tekip berdi. Şula o pul, o sizinki pulunuzda her xil pul muamele tovarlarına meblag siliş filan, yak şularını setiliş filan işini ilip bardı. Mesela her xil payçaklarını setip aldı, zaim setip aldı. Hem de ma yakınmış bir 2 günden bir yankı işbirlik pulunun kıymetini kötürülüş olap kaldı dedim ki bir tavrini silkiniş olap oldu dedi. Qanq şulabıdı deb. Bunun sebebi nima desa, Amerikaning ba'zi mablag'chilik shirkatlari kishilarning portfolio deb qo'yamiz. Ya'ni sizningki pensiya pulingizda umumiy pulingizning 15% paycheklari, paycheklari har xil sohalar bo'yicha bo'lgan, masalan 50% masalan zayom bo'lsa, qolgani ishbirlik puli bo'lishi mumkin. Şu sizning portfolyoga, sizning umuman şu 100%dagi pulingizning qatlam-qatlamış bo'lib persent bo'yicha, manch persentiga manda zayim olimi, manch persentiga manda qisqa muddatlik yoki uzun muddatlik, manch persentiga paychik olimi, manda paychikini olaman degan chaqdimi, sana ilqi texnik paychik olimi yoki uy mulk paychik olimi deb bekitib, andiki ma'lum qismiga bular shifrlik pulni qo'shashnimi o'yilishi tutdi. Ya'ni kishilarning pensiya pulining qiymatini yuqoritish uchun, bular pul tepish uchun shifrlik pul setilishni o'yilishi tutdi. Demak, bu shifrlik pul, buni kripto deymiz, cryptocurrency. Bu bir xil yuzlanish. Shu bu xil bir yuzlanishni cho'qib bilishimiz kerak. Bizning aramizda, bizning kishilarimizning orasida mablag'chilik qilib bergan odamlar bor. Amerikadagi hayotda, bularni biz Amerikada, Kanadada, ya'ni iqtisodiy taraqqi qilgan ellardagi kapitalistik davlatlardagi davlatlarda ochiq jamiyatda yashayotgan kishilar nisbatan bir ortiqchilik bor. Ya'ni pul muomala bozorida mablag' silish. Agar biz mablag' silishni o'qimasak, mablag' silish qiziqmasak, agar maoshimiz bilan yashasak, paychak deydigan olishib qolamiz. Ya'ni o'yini topimiz, o'yini kirdi, pul moyoqdan chiqib ketdi. Eynidan kirdi, meynidan chiqib ketdi ya deydigan bir gaplarimiz bor, yumorchilarning. Shuningga o'xshash paychakda yashab, chek bilan chekni oydan bu oyga aran g'orgul yashaydigan ish qildi. Shunga o'zimizningki hozirgi ahvolni va keyingi ahvolni, iqtisodiy ahvolni yaxshi qilish uchun nima ish qilish kerak? Mablag'chilikni cho'qim bilishimiz kerak. Yoki boshqalarga havola qilib, bildigan odamlarga havola qilib berishimiz kerak pulimizni, yoki shunday mablag'chilik shirkatlarga, yoki bo'lmasa o'zimiz buni o'rganishimiz kerak. Bizda cho'qim mush mablag'chilikka bo'lgan bir qiziqish bo'lishi kerak. Agar bu xil qiziqish bo'lmaydigan bo'lsa, biz bizning iqtisodiy ahvolni yaxshi qila olmaymiz. Men yosh chaqlarimdan tatib qadinasi bo'lgan bir do'stim bor edi, shu bilan ko'rishdik. Ko'rishib bir necha kun, bir haftadek bir muloqotda bo'ldik, nurg'un sirdoshlik so'zlashdik. Paycheki bozorida, mablag'chilik bozorida odamni xo'shal qilg'idek shunday tanlashlarni beribdi, so'yindim. Bizningki ilqi do'stligimiz
muayyan qimmat qarashni, ya'ni o'rtaq qimmat qarashni asos qilganligi uchun ba'zi bir nuqtalarda fikrlarimiz nihoyatda to'g'ri chiqdi. Ya'ni bu do'stimning men bir ishdan xush bo'ldim. Atrofdagi yosh insonlarimizga nisbatan rag'bat beradigan shunday ishlarni qilib, ularningki paychiki bozorga mablag'chilik qiziqishiga, paychiki setveshlarda uchur almashtirib, ularni harakatlantirib, ularga rag'bat berib shunday qilib o'tibdi. Mana anaqa yaxshi gap, yaxshi so'z odamning o'ziga ham foyda qilmaydi, jamoatga ham foyda qildi. Shu Uyg'urlarda qo'yandan tushsa qo'njiga deydigan gap bor. Shunga o do'stimning qilayotgan ishini, qilayotgan ishlarni, qilgan ishlarini anglab nayt so'yindim va o'ziga deb qo'ydim. Ayni vaqtda men Buloq jurnalida shunday bir maqolani ko'rgan 1860-yili Mahmud Sodiq Qashqari degan bir faylasuf, ya'ni bizning mutafakkirimiz, bundan 150 yil ilgari yashagan mutafakkirimiz Qashqarda yashagan bu zotning shunday bir gapi bor. Do'stlar ikki turlik bo'ladi deb. Birisi yemak-ichmakka o'xshaydi, kunda muloqotda bo'lib turadigan, yana birisi do'riga o'xshaydi, alqiliq paytlarda maslahat oladigan deb. Deb qo'ydi, mana sizlar mening shu do'riga o'xshaydigan ag'inam desam kulib ketdi. Bu gapni, bu naqlni men qalbim o'ksiydi deydigan yozmamda ham ishlatgan. 10 yil ilgari deyman. Buni o'qib qo'ydim, ko'pchilik buni anglab baqsa. Endi buni nima bundaq deyman deganda, men bu yerda mandaq bir ishni ko'pchilikniki samiga sap qo'ymoqchi. Buni ko'pchilikning samiga yoki diqqatiga og'dirishdan avval, diqqatiga sunishdan avval qarinishimizning savoliga bir javob berib o'tay, yana qandoq pay olaman deb. Robinhood degan appni tushirib oling, Coinbase degan appni tushirib oling. Robinhood degan appni tushirib olsangiz, masalan, uni o'zingizningki bankingizda ikki xil hisobotingiz bo'ladi. Birisi checking account deydi, yana birisi savings account deydi. Birisi omonat accountingiz, birisi checking accountingiz deydi. Checking qildigan hisobotingizga nima deganda, siz chek yoza olasiz. Chek yozib, men manchalik pulni to'lam qilaman debchi. Yoki birisi sizga chek bersa, uni shu bankingizga sola olasiz. Checkingiz yoki checking yoki savings account. Men bu to'g'risida bir shu kanalimda bir o'zim chiqmay, ham yezib orqali ifodalagan bir darsim bor. Shuni ko'pchilik qiziqsa anglab qo'ysa anglab bo'ladi. Hamda qiziqib qo'yib buni anglamasanglar, quloq bermasanglar, adam quloq bermasa yoki anglamasa yo uning qo'ydi bo'lmasa, ya'ni ilgirlash bo'lmaydi degan gap. Ya'ni bir qatam anglab qo'yaplar, ma'qulaqdan kirib o'qloqdan chiqsa, odamlarningki tanlashiga nisbatan bir yaxshi natijani barliqqa keltirmaydi. Ya'ni bu yerdagi masala izchillikning bo'lishida. Endi aqerinishimiz avval siz Robinhood degan appni tushirib oling, andan uni bankingizga bog'lang, andan bankingizdan Robinhood deganga yotgan pulingizni aşağıda bir tushuntirishlar bor. Bilmasangiz, yaqin atrofdagi qarindoshlardan so'rang. Nimishqa ba'zida biz uchurlarning hamini bilib ketolmaymiz. Kim uchurini bilsa, avval bilsa, va shuning qarta tadbir belgilasa, tanlash qilsa, ishlari yaxshi bo'ladi. Ham uning ustiga mening abay deb o'tgan ag'inamma shunday gapni dedi. Amaliyotda psixik sog'lom, baxtli yashaydigan odamlar moshunda yaxshi uchurlarni boshqalar bilan hambaharlagan odamlar, ham boshqalarning atrofidagi odamlarningki yaxshi bo'lishini umid qilgan, ularga yordam qo'lini sungan, maslahat bergan va ba'zi qo'ldan kelsa imkoniyatning boricha boshqa jihatdan yordam qila olgan kishilar shundoq bir baxtli yashaydigan kishilar ekan. Ama kishilarni kamsindiradigan, kishilarni tushirish ko'rinadigan, kishilar yaxshi bo'lib ketsa, birisining qo'shnisining qo'yi ishkin tug'sa, og'rib ketgan odamlar-chi desa, bir xil ro'y kasalga giribtor bo'lgan ro'y jihatdan, psixik jihatdan masalasi bor odamlar ekan degandagi shunaqa gaplarni deyishdik. Mening kuzatish jamiyatlarni kuzatishim, o'qishlarimning olgan tajribalarimni qaragan vaqtda ham shundoq. Ya'ni atrofimizdagi o'zning hamsoyalarimiz, biz bilgan kishilarning ahvollari yaxshi bo'lsa, hammalarga xo'shallik, yaxshilik. Ya'ni odamlarning ishlari yaxshi bo'lgan chaqda nisbatan ozod bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shunga siz shu atrofingizdagi kishilardan so'rasangiz, atrofingizda cho'qim yaxshi Uyg'urlar bor, ular sizga tushuntirib qo'ydi. Ya'ni Robinhoodni qanday tushiramiz? Azroq texnik masala. Bankka qanday ulaymiz, paychikini qanday olamiz degan masalalarni. Avval ma'ni qilib bo'lgandan keyin, undan keyin qaysi paylarni olsam bo'ladi deganni so'rasangiz bo'ladi. Xo'sh. Endi men ko'pchilikka shu temaga munosabat bo'lganligi uchun Harvard universitetiniki 1941-43 yillar Harvardda o'qigan, to'liq kurs o'qigan
Boston atrofidagi Harvarddagi 246 ta o'g'il o'quvchininki o'g'il o'quvchini qo'g'lishib 75 yil qo'g'lishib chiqqan. Zoti baxt degan nima, qanday kishilar baxtli bo'ldi degan shu the grand study deb qo'ydi. Grand tadqiqotning natijasini ko'pchiliklar o'rtoqlashishni loyiq ko'rdim. Shuningga masalda shu mazgillarda ham ya'ni Glack study deyilgan Glack tadqiqot natijasi bo'lgan, ya'ni 1940-yil bilan 1945-yilning ichida shu Bostonning shahar atrofida yashagan 468 balaninki, yosh balaninki hayotini iz qo'g'lishib tekshirgan, ya'ni longitudinal study deb qo'ydi, iz qo'g'lishib tekshirdi. Ya'ni bir odamni 2 yil burun ma'lum masala haqida tekshirgan bo'lsa, so'ragan bo'lsa, ya'ni 2 yildagi o'xshash odamni yana ash masala to'g'risida o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi deb tekshiradigan. Bu shunday bir 75 yillik tekshirish natijasida chiqargan xulosa shuki, bu ikki tadqiqot natijasidan shunday chiqarilgan xulosa. Baxt degani baxt degan söyish, ya'ni muhabbat berish deydi. Bu kishilarniki bularni grand study deb qo'yamiz, grand tadqiqotdan chiqargan yakuni. Odamlar ota-onasininki muhabbatiga erishib yashasa, intayin muvaffaqiyatli bo'ladi deb. Ya'ni onalarininki muhabbatiga erishib yashasa, shu o'g'illar. Bularninki demensiya, ya'ni o'zini unutib qoladigan, qiyirgan chaqda unutib qolgan kasal bo'lishniki ehtimolligi intayin tuvan bo'ladi ekan. Baxtlik darajasi yuqori bo'ladi ekan. Ularning kirimi yuqori bo'ladi ekan. Ya'ni kishilarninki pul muomalajatiga boy bo'lishiningki muvaffaqiyati nimaga bog'liq bo'ladi ekan desa, ularninki maktablarda yuqori natija elishiga emas, ya'ni akademik natijasiga emas, balki ularning kishilar bilan bo'lgan munosabatining qizg'in, ya'ni qizg'in emasligiga bog'liq bo'ladi ekan. Kishilik munosabati qizg'in bo'lgan, yaxshi kishilar bilan munosabatlarni yaxshi hal qila oladigan, ijtimoiy qobiliyati kuchli kishilarningki pul muomalajatida, moliya jihatdagi muvaffaqiyati aşıqlı kişilik münasibətini bir tərəf qılanmaydigan kişilərə qaragан çağda yuqori bo'lgan gap. Anadan sırt yana dadısının muvaffaqiyətə erişkən, dadısıyla münasibəti yaxşı olan kişilərninki baxt duyğusu nəhayət yuqori bo'lgan gap. Bu nimani tushundirdi degan vaqtda ata-onalarninki, balalarninki muvaffaqiyatida, baxtli bo'lishida ata-onalarning muhabbati intayin muhim. Kishilarning shaxslarning muvaffaqiyatida kishilik munosabatni bir taraf qilish bu nəhayət muhim degan gap. Xo'sh, oxirida yana bir söyümlük bir xabardan, yaxshi xabardan birisi o'zimizga kelsa, bizning qamsaylardan birisi, bugun men bir yerga borgandim, ahvolini so'rab yo'qisam, bir o'zining qizininki shu Amerikada yaxshi o'qib, viraj bo'lganligining xabarini berdi. Bizning bir haqamsayimiz nəhayət xo'sh oldum. Saniya ismli bir qiz Seattle'da bir doktorxonada ishlab turibdi. Meditsina maktabini bitirib, doktor bo'lib. Bundan nəhayət faxrlandim. O qizi shu o'rta maktablarda o'qiyotgan vaqtda nurg'un munozaralarda chempion bo'lib, danliq televiziya muxbirlarininki savollarga yaxshi javob berib, nəhayət faoliyatchan ekanda, kasbiy iqtidori ustun, ham nutq qobiliyati ustun, tashkillash va so'zlash san'ati yuqori. Mana shundaq bizningki qizlarimiz hozir doktor ekan, yosh turibli doktor bo'libdi. Alloh baxtini ochiq qilsin. Amerika jamiyatida yaxshi asos solaydi. Amerika jamiyati mana shulardan bir qobil tashkillovchi, rahbar, parlament a'zolari chiqadi. Bo'pmi bizga o'xshash oldi qolgan kishilarga nisbatan aytgan vaqtda bizning avlodlarimizga rag'bat berish, ularni yetaklash, yo'lash, qo'llash bu nihoyat muhim. Shu men shu Amerikada emas, Kanadada va boshqa yerda yashayotgan ota-onalarning bir tarafdan bolalarimizga muhabbat berishimiz, ya'ni bir tarafdan o'zimizning ichidan chiqqan shunday talantli yosh bo'g'inlarimizni vujudimizdan qo'llashimiz, ularning o'zimiz yashayotgan davlatlarning ijtimoiy sohasi, siyosiy sohasiga, hokimiyat sohasiga kirib, shularda huquq va kuch, huquq tutib kuchlik bo'lishini, insoniyat jamiyatining o'ztirayotgan jamiyatning adolatli bo'lishi, odamlarninki yaxshi tarafga qarab men ichida bir tadbir, qaror, xalqli qaror chiqara oladigan odamlardan bo'lishini ham umid qilamiz. Ham shundaqlarninki Uyg'urlarning farzandlaridan chiqadiganligiga bu ochiq demokratik jamiyatlarda mumkin bo'ladiganligini bir qatim kishilarninki samiga ham bir sap qo'yay dedim. Ko'pchilik rahmat.